Assalomu alaykum YouTube obunachilarimiz. Navbatdagi qilib berishimiz kuxonniy mebel bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Dapatolog bo'lib chiqqan mokriy svet bilan yog'och svet kombinatsiya etib ishlaganmiz. Bu yerda xonadonliklarning ustini ham chiroyli etib ishlab berdik. Ko'rishingiz mumkin. Stollari eng yaxshi stol, suvga pichoq kirsa damli bo'ladi. Ishlari polchali bo'lib chiqqan. Keyin ugildi. Shuningdek bir udobniy qilib ishlab o'rganmiz. Ko'p mebellarda ko'rishingiz mumkin. Bunda bir eshik qo'yiladi, keyin ichkari taraf zakritni bo'lib qolib ketadi. Biz esa shuningdek ideya qilib ugildi shu ko'rinishda ishlaganmiz. Keyin bu yerda ko'na kuxniyalar bor ekan, uning 3-etajini ishlab berdik. Stollari yomon ahvolga kelgan ekan, buni zamina qilib tozadan qo'yib berdik. Moykalarni ham joylashtirib, mebellarimiz shu ko'rinishda bo'lib chiqdi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol